Çərçən Təklimakan qumluğunun cənubi qərvigidiki Altıntağ etikiga joylashgan qadimiy yurt. Çərçən tağ naqşlarının şəkillənişi və tartılışıda qadimiy çalğu qo'ychi ravobining roli alohida bo'lgan. Çərçən tağ naqşlari eng qadimiy shakl ham uslubni saqlagan tabiiy san'at turi bo'lish sifati bilan uning yiltizlik xususiyatini O'rta Osiyo, Sharqiy Yevropa va boshqa rayonlardagi qadimiy san'atlar bilan selishtirib tadqiq qilishga bo'ladi. Shunlashqimi Çərçən tağ naqşlari alohida sharoitda yashayotgan muloyim, jafokash, butun his tuyg'ulari ham o'y fikrlarini yuraklarida pinhon saqlashga odatlangan yerli xalqning asrlar mobaynidagi xushliqlari, mung'lari va muhabbat sadolaridir.